Mana shu, ha shu. Zo'r ekan. Bu joy sentyabr oyida ochilgan. Bu markazda bizni Fabioning ukasi Paolo kutib oldi. Siz ikkalangiz buncha uzoqqa ketib qoldinglar. Hammasi joyida, hammasi yaxshi. Bular Italiyadan O'zbekistonga kelgan so'nggi neapolliklar emas. Qani ichkariga kirishi? Aslini olganda biz O'zbekistondamiz, lekin tasavvur shundayki, xuddi uydan ketmagandekmiz. Fabio meni yangi futbol bazasi bilan tanishtirdi. Mana bu barcha mavsumlar uchun mo'ljallangan futbol maydoni. Bundan tashqari markazda bir necha ochiq maydonlar va sport zallari bor ekan. Futbolchilarning mashg'uloti uchun hamma narsani tayyorlab qo'ydik. Bu yerda individual texnika ustida ishlanadi. Chiroqlari bor, chiroqlari yongan joyga zarba berishing kerak. Bu yerda basseyn, krioterapiya, bu yerda esa fizioterapiya, tiklanish va jarohat olgan futbolchilar. Bunday sharoitlar hattoki Italiyaning ko'p joylarida yo'q. Bu yerga kelganimdan keyin menga faqatgina shoh yetishmayapti. Mana shunday shoh. Sababi hamma seni qanday ajoyib joyda ishlayotganingni ko'rishdi. Futbolchilar ham yetib kelishdi. Ular orasida Cityning eng yorqin futbolchilaridan biri markaziy himoyachi Husanov. Murabbiy yaxshimi? Top. Uni o'z holiga qo'ysang-chi, ketaver, xavotir olma. Bu